ajoyib yangilik. O'zbekistonda endi haydovchilik guvohnomasini olish osonlashtirildi. Demak, endi O'zbekiston fuqarolari haydovchilik guvohnomasini olish uchun avtomaktablarda o'qishlari shart bo'lmaydi va bu A va B toifadagi turlar uchun ular nazariy va amaliy imtihonlarni topshirib, avtomaktablarda o'qimasdan to'g'ridan-to'g'ri topshirib bemalol olishlari mumkin. Bundan tashqari A1 nomli toifa, ya'ni skuter va mopedlarni boshqarish uchun osonlashtirilgan tartibda yana bir toifa joriy etildi. A1 toifa va uni olishlari uchun fuqarolar 20 ta savoldan 16 tasini yechsalar kifoya qilishlari kerak ekan. Bu qonun loyihasi 2026-yil 1-fevraldan kuchga kirishi kutilmoqda. Yangiliklarni kuzatib boring. Bundan ham ajoyib yangiliklar bizni kelajakda albatta kutmoqda.